Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyat markazlari va Toshkent shahrida navbatdagi toza havo oyligi bo'lib o'tmoqda. Ekologiya vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligi bilan qo'shma qaror qabul qilindi. Bunda atmosfera havosi to'g'risidagi qonunning 16, 17 hamda 28-moddalar ko'rsatilgan. Ya'ni harakatda bo'lgan avtotransport vositalarini ekologik holatini ekologik nazoratdan o'tkazish maqsadida qo'shma reyd tadbirlar davom etmoqda. Tadbir jarayonida erkin YPX maskanida bir nechta qoidabuzarliklar, ya'ni avtotransportdan chiqayotgan zarar miqdorlari aniqlandi. Bu holat bo'yicha haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Bo'lganimizdek ushbu avtotransport vositasi belgilangan normalardan yuqoriligi aniqlandi va haydovchiga tushuntirish ishlari olib borildi va tegishli tartibda chora ko'riladi. Hurmatli haydovchilar, sizlardan nosoz atmosfera havosiga me'yordan ortiq zararli tashlamalar chiqaradigan avtotransport vositalaridan foydalanmasligingizni so'raymiz. Zero tabiatni asrash har birimizning burchimizdir.